Oxirgi kunlarda yangiliklarni ochib qarasangiz hamma joyda bitta mavzu. AQSh, Eron, Isroil. Va albatta kim kimga raketa uchirdi degan savollardan tashqari, bu urush o'zi nimaga boshlandi? Nimaga AQSh Isroilni bu darajada qo'llab-quvvatlaydi? Xitoy va Rossiya kabi davlatlar bu mojaroga qanday qaraydi? Va eng muhimi, bu urushda kim aybdor? Shu va shunga o'xshash savollarga bugun albatta oydinlik kiritamiz. Va albatta Isroil va Eron o'rtasidagi bo'layotgan mojaroni yaxshiroq tushunish uchun biz siz bilan avvalambor bir narsani ajratib olishimiz kerak. Ya'ni bir narsani tushunib olishimiz kerak. Ko'plab insonlar bu urush nimaga boshlandi degan savolga javob izlaydi. Aslida esa bu yerda bitta emas, ikkita savol bor. Birinchisi, hozirgi urushni ayni damdagi bosqich nimadan boshlandi? Ikkinchisi esa, bunday urush o'zi qanday qilib kelib chiqishi mumkin bo'ldi? Va bu ikkita savol. Ya'ni ikkalasi ham bir xil emas. Keling sizga sodda qilib tushuntiraman. Tasavvur qiling, gaz to'lxona. Va gaz to'lxonada agar gugurt chaqilsa, albatta portlash sodir bo'ladi. Lekin bu portlashning asl sababi gugurt chaqilganligida emas, balkim bu xona allaqachon gazga to'la bo'lganligida.